Assalamu alaykum savodoshlar. Bugungi turgan dersimiz sebze soğuk içimlik dersi. Bunun için bizga ketarlik materiallar bo'lsa 1 kilo sebze. Suluq kelgan 1 kilo sebzeni oldi bilan yuvib tayyor qilamiz. Undan keyin 1 dona limon, bunun suyunu ishlatamiz. 500 gram şeker. 2 litr su hanımlar. 2 litr qaynatıp muzlak soğutulgan suda 2 litr su. Muş materyala ketidi. Biz aldı bilen bu sebzeni qırıp yuvib tayyor qo'ygandan keyin ushshaq parchalab tayyor qilamiz. Mana hanımlar biz sebzeni shundoq cho'nliqda inch qismini o'sha tugla shaklda sal yo'g'roq kelgan qismini bo'lsa şu o'ttirdan kesip, shuna shaklda kesip tayyor qildik. Endi biz bununla 1 istakan suvni qo'yamiz. 1 istakan suvni qo'yib, bo'sh o'tda shu suvi tugicha qaynatib, buni yumshoq pishirib olamiz, hanımlar. Endi sebze pishguncha limonni o'ttirda yerib, buni siqib, suyini chiqarib olamiz. Limon suyini tayyor qilib olamiz. Mana hanımlar bir tal limondan mushunchalik limon suvi chiqdi. Agarchanda sizdan ishlatgan limoningiz kichikroq bo'lsa 2 tal, cho'ngroq limon bo'lsa 1 tal ishlatsangiz bo'ldi. Mana savodoshlar, bizningki bu sebze suvi tamamen tugab, yumshab pishib tayyor bo'ldi. Endi biz buni yuzish mashinamizga silib, mayli qanaqla shu izidan shuni qanaqlasa bo'lsa ezib shuni mashinani silib ezib ushshaq qiyam holat etilmiz. Cho'nroq yuzish mashinasi bo'lsa biroqli quysa ham bo'ldi. Buning ozroq suv quyib, suvni quyotmaymiz, ozroq quyiblar buni ezib olamiz. Shakarni qo'yamiz. Mana hanımlar, biz bunu ezib olgandan keyin cho'yla qo'yib olamiz. Mening ma 100 gram mashinam kichik bo'lib qolg'achqa bir qancha bo'lib buni 3 ga bo'lib silishga to'g'ri kelib qoldi. Sebzeni soldik. Buning ustiga yana ozroq suv qo'yamiz. Endi shakarimizni solamiz. Olduk. Endi bunu şöyle silib. Mana qizlar, anarqi sebzemizni, shakarimizni qo'yib qo'ygandan keyin men u 1 tal limonning suyini to'kdim. 1 tal limon suyini to'kdim. Endi biz buni hamsi yana ezib tayyor qilamiz. Mana bunu bo'lmoqdek ezib tayyor qilib oldim. Endi buni hamsini talangimizga to'kib tayyor qilamiz. Mana bu sebzemizni ezib tayyor qilib olgandan keyin boya qilib qo'ygan suyimizning qolgan qismini 2 kilo suyning hamsini bu qochimizga quyamiz, quyib aralashtirib olamiz. Mana qizlar, bizning sebze so'q içimligimiz, sebze soğuk içimligimiz tayyor oldu. Mana endi biz bunu endi qochimizga quyib, stakanlarga quyib iste'mol qilsak bo'ldi.